Bugungi kunda O'zbekistonda minglab yangi uylar qurilmoqda. Ammo har qanday quruvchi kompaniyaga ishonib bo'ladimi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonda 25 mingdan ortiq yangi xonadon foydalanishga topshirilgan. Birgina Toshkent shahrining o'zida 9 mingdan ziyod obyekt qurib bitkazilgan. Uy-joy qurilishiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 26,4 trillion so'mni tashkil etdi. Ulardan 70% dan ortig'i budjetdan tashqari mablag'lar. Raqamlar chiroyli, o'sish ko'zga ko'rinarli. Shu sababli bugungi kunda uy tanlashda ishonch eng muhim narsadir. Faqatgina chiroyli raqamlar emas, balki va'da qilingan sifat va xavfsizlik ham o'z o'rnida amalga oshirilishi kerak. Golden Lake turar joy majmuasi bu ishonchli tanlov. Biz qurayotgan maskan odamlarning hayoti, xotirjamligi va farovonligi uchun xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Biz uchun eng katta qadriyat bu odamlar ishonchidir. Keling sizlar bilan bu oyda amalga oshirilgan barcha qurilish ishlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda loyiha doirasida qurilish ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Avvalo A1, A2 bloklarda poydevor ishlari to'liq yakunlandi. Shundan so'ng A1 va A2 bloklarda ikkinchi qavatgacha beton va temir ishlari muvaffaqiyatli bajarildi. Hozirgi kunda esa inshootlarning balandligi bosqichma-bosqich ko'tarilmoqda. A1 blok 3-qavatgacha, A2 blok esa 4-qavatgacha ko'tarildi. Bundan tashqari qurilish sifatini yanada oshirish maqsadida A1 blok devorlari izolyatsiya qilinmoqda. Bu esa kelajakda bino ichidagi namlikni muvozanatda saqlashga yordam beradi. Hozirda aynan shu ishlarni qilishda 300 ga yaqin quruvchi jalb etilgan. Qurilish jarayonida katta hajmdagi qurilish materiallari ishlatildi. Jumladan 200 tonna temir ishlatildi. 500 metr kvadrat devor izolyatsiya qilindi. Umumiy hisobda 11005 metr kub beton quyildi. Bizning maqsadimiz shunchaki uy qurish emas, balki oilalar uchun yangi hayot eshigini ochishdir. Golden Lake bu ishonch, sifat va qulaylik uyg'unlashgan maskandir. Agar loyiha haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.